O'zbekiston va Qozog'iston jahon chempionatini qabul qila oladi desam ishonasizmi? Siz obuna bo'ling, hammasini tushuntirib beraman. Oxirgi yillarda o'zbek futboli juda ham katta o'sishga erishdi. Bolalar futbolidan to terma jamoagacha bo'lgan oraliq, bilasiz, tizimli ravishda qamrab olindi. U16, U17, U18, U20 va hokazo. Har bir yosh toifasida terma jamoalarimiz shakllandi. Yoshlarimizni esa Osiyo chempioni bo'lishi-yu, jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishi to'g'risini aytganda bizga odatiy holga aylanib bo'ldi. Masalan, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi futbolchilar aynan mana shu tizim mahsuli deyish mumkin. Aynan mana shu tizimni qozog'istonlik bavurlarimiz o'zlarida qo'llash kerak deb hisoblayman. Bu bilan bizni futbolimiz rivojlanib ketdi, ularniki tushib ketdi demoqchi emasman. Bizda ham kamchilik, muammolar talaygina. Bizni ham ulardan o'rganadigan joylarimiz juda ham ko'p. Men shunchaki birgalikda, bir butun bo'lib futbolni rivojlantirish tarafdoriman. Mayli, maydonda bir-birimizga qarshi o'ynaganimizda sportchi raqobat bo'lsin, lekin maydon chetida bir-birimizni yutuqimizdan quvonib, doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb hisoblayman. Mana masalan, Abduqodir Husanov Manchester Cityga o'tganida yoki jahon chempionatiga chiqqanimizda qozog'istonlik bavurlarimiz bizni qancha qo'llab-quvvatlashdi. Biz ham Qayratni Chempionlar Ligasiga chiqqanida xursand bo'ldik. Aynan mana shu jihatdan bir-birimizni qo'llab-quvvatlab rivojlanishimiz kerak. Ana shunda kelajakda qaysidir mundialni O'zbekiston va Qozog'iston birgalikda qabul qilishi mumkin. Sizning bu borada fikringiz qanday? Buni izohlarda yozib qoldiring.